Mana bu ukrainskiy, mana bu gaz balon. Siz ukrainskiy pechka olmoqchi, lekin uyingizda tabiiy gaz, prirodniy gaz yo'q. Siz uni gaz balon bilan yoqmoqchisiz. Bo'lyapsiz, o'sha magazinmi, qayerda sotadi, o'sha yerdan olmoqchisiz, aytyapsiz gaz balon bilan yoqaman, masalan 40 talik gaz balon bilan. Qanchaga yetadi deb savol berasiz. Ular sizga aytadi, ha 1 oyga, 1,5 oyga, bir xillar даже 2 oyga deydi. Mana maksimum 40 talik gaz balon bilan ukrainskiy pechkangiz maksimum 10 kun yonadi, 10 kun. O'shandan ham regirovkachalarni past qilib, ekonom rejimlarda qo'ysangiz 10 kunga yetadi. Mana shu yerda uradi. 10 kunga yetadi maksimum. O'shanga ukrainskiy pechka olmoqchimisiz, gaz balon bilan yoqmoqchimisiz? Shuni rashodini oling. Bir oyda xarajatingiz kamida 700 ming bo'ladi. 650-700 ming bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.